Malibu 2 olib qo'yganmiz. Bu Malibu 2 ga sali bloklarni butkul almashtirib berganmiz. 4 ta amortizator qolgan edi. Hozir endi okamning vaqtlari bor ekan. Biri to'la 4 ta amortizatorlarni usulli variantda qilib beramiz. Xo'p, o'zinikini ko'rsatib o'taman. O'ziniki 3 to'ga kalta. Biz qo'yib berayotganimiz Captiva varianti 3 to'ga uzun. Joy sal yorishtiringlar bir-biriga farqini. Mana farqini ko'rasizlar. Bu salkam bir qarishga yetib, bu bir qarish chiqdi. Mana bir qarichcha o'zim. Yurishlari ham, politsiyaskidan o'tishlari ham yumshoq bo'ladi. Orqani ham ko'rsatinglar. Mana zavodskoy. Bitta bosgan. Mana endi perikachkali varianti. Shu boshqacha ishlaydi mana qaranglar. Chiqishlarini shu sekin gaza maslini ichida. Xudo xolisa ishlarni bitirib beramiz.